Salom do'stlar, bugungi video rolikimizda Avatar 3 filmida treylerida birgalikda tomosha qilamiz hamda reaksiya qilamiz, o'z fikrimizni bildiramiz. Qani unda treylerda tomosha qildik. Avatar qaytdi. Eslatib o'tamiz, oxirgi Avatar 2 filmi 2022-yil dekabr oyida chiqqan edi va 3 yildan keyin Avatar 3 filmi chiqarilyapti. Prosta kino dahshat do'stlar. Super. Juda ham chiroyli film do'stlar. Xo'sh, eslatib o'tamiz do'stlar, 2029-yil 21-dekabr kuni Avatar 4-qismi chiqarilishi rejalashtirilgan. Yana 4 yildan keyin Avatarda 4-qismida ko'ramiz. Juda ham uzoq muddat. Xo'sh, bular yomon avatarlar bular. No, Spider. And we will find another way. Bu nimadir? Kit. Mana bu yomon avatar, aniq. 100%. Bu ham yomon. Your goddess has no dominion. Aytdim, buni basharasi yoqmayapti, shu yomon avatar. Avatar 3. Avatar yana qaytdi. Kinoxona 19-dekabrdan tomosha qilishingiz mumkin kinoxonalardan. Xo'sh, ushbu treyler 38 million marta prosmotr ega bo'lgan. Bugungi tahlilimiz shundan iborat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.